Qiyomat qoyim bo'lganda Muhammad sallallohu alayhi vasallam birinchi uyg'onar ekanlar. Ustilaridan hali tuproq to'kilmasdan turib, Jabroil alayhisalomdan "Mani ummatlarimni mendan oldin turg'izib Alloh taolo jahannamga yo'llamadimi?" Ey Jabroil deb so'raganlarida Jabroil alayhisalom aytarkanlar: "Yo Rasululloh, yo'q. Hali eng birinchi siz uyg'ondingiz. Ularni endi uyg'otishadi." Odamlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam boylar turdimi, kambag'allar turdimi, faqirlar turdimi, boshqalar turdimi deb so'ramadilar. Aynan bo'lmadilar. Ummatim jahannamga kirmadimi deb so'radi. Qachongacha boy kambag'al ajratasiz? Alloh kechirsin.